Hozir oxirgi paytlar qayt qarasang hamma blogerlar Xitoyga qarshi kurashish kerak, boykot qo'yish kerak, Xitoylar kelib olyapti, yotib olyapti, joylashib olyapti, kartamiz qizarib ketyapti deb Xitoylar reklama qilyapti. Men ham gapirmasam bo'lmaydi shekilli, bu yangilik emas. Xitoylar oldindan kelgan, bu kecha kelib qolib, bugun kelib qolgan joyi yo'q. Ular keladi, ne только Xitoy, boshqa hamma har joydan kelyapti. Siz bilan biz kallamizni ishlatib bir ish qilmasak, ular kelib o'rnimizga o'sha ishlarni qilib beryapti. Metroni qurib berdi, evaziga nimadir oldi. Sement zavodlar qurgan mana bizda. U tog'larimizni qazib olib, qayta ishlab o'zimizga sotyapti. Nima qilasiz endi? Xitoylar haqida bir gap eshitgandim, hozir aniq aytib bera olamanmi? Xitoy bilan hech qachon olishmang. Chunki siz ham o'shanga o'xshab qolasiz. Ulardan farqingiz qolmay qoladi.